Assalomu alaykum. O'rtoqlar ishinglar. Xudo xolasa mana yana bitta xonadonga kanalizatsiyalarni tashlayapmiz. Mana bu kolodesimiz. Mana bu yerdan hozir 150 turbada, gofra turbada 18 metr tashqariga chiqib ketadi. Bu sentralniy bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda tarnovlarga tashlayapmiz. E'tibor bering. 45 graduslikda tashlayapmiz, chunki suv urilib, bu yana yonboshi ham 45. Bemalol suv ketishini hisobini oldik. Mana bu bitta tarnovga, mana bu ikkinchisiga. Yoniga bitta sovuq suvga rakinaga tashlab ketyapmiz. Mana shu holatda mana sariq turbalarda. Stenkasi qalin. Mana bu holatni ham ko'ringlar. 45 gradusda burilib, hammasi 45. Даже atvodda ham ikkita 45 gradusda buryapmiz. Chiqib ketishi ham mana shu holatda. Mana ikkinchi liniya. Bu mana to'g'ri tarafga kelyapti. Bag'i 45 gradus bilan. Mana bu yerga bir trap tashladik. Hozir tepasiga trapni moslab kesib qo'yamiz. Bu ham bitta po'lat o't bilan ketyapti. Mana tepadagi tarnovga. Mana 150 gofra to'g'ri chiqib ketdi, 18 metr. 100likda yana bitta mana resheniya qildik. De yurib 3-trapimiz. 3-trapimiz. Mana rakinaga tashlab qo'ydim mana. Yana. Kalodenzimizga oxirgi nitkasini ham qilib qo'ydik mana. Bu gulzorni chekkasiga, hali basseynga o'xshab, de lodочка deydi, ariqcha qilib turib, shu ariqchaning ichiga traplar, mana trap, bitta trap, bu ikkinchi trap. 2,5 metrdan atrofi stejka bo'ladi. G'ishpol teriladi. Shuni o'rtasi gulzor bo'ladi. Gulzor chekkasiga mana shu ariqcha qilinadi, ustiga reshetka qo'yilsa, tashqaridan oqqan suv to'g'ri o'sha ariqchaga tushib, mana shu kolodesga tushib ketaveradi. Bundan tashqariga chiqib ketadi. Keyin resheni gulzorni ichiga bitta suv tochka tashlab qo'ydik. Mana rakinaning oldiga bitta suv tochka. O kuxnyaga yana bitta suv tochka tashlab qo'ydik. Mana shunaqa xizmatlar bo'lsa bemalol 24/7 xizmatdamiz. Hurmat bilan Dilshodjon santexnik.